Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Men esa sizlarni vaqtingizni olmaslik uchun ushbu dasturimizni darhol boshlayman. Demak, dastlabki texnikamiz ushbu zil sotlada 0 dan yig'ilgan deyapti. 1992-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi. Motor, korobka ходовойлari ham zo'r, ishga tayyor holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $10,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa samosval zil sotlada 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor, korobka ходовойлari ham yaxshi deyishmoqda. Balonlari beskamirlik, hujjatlari ham joyida. Narxi $5,500 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir samosval zil 130 markadagi texnikamiz sotlada 1991-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor, korobkalar zo'r. Motor Ural motordan, tormozdor sistema KAMAZniki, kabinalar shumka qilingan, narxini kelishamiz deb ma'lumot qoldirishgan, manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa samosval zil 131 texnikamiz sotlada 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor, korobkalar zo'r, rama, kuzovlarda ham muammo yo'q, mashina ishga tayyor deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, narxi $13,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Albatta, qolgan ma'lumotlarni ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, akalar, yana bir samosval zil 130 texnikamiz sotlada 1991-yilda ishlab chiqarilgan, rama, kuzovlari yaxshi, singan svarka tekkan joylari yo'q, motor, korobkalar ham zo'r, mashina ishga tayyor holatda, hech qanday xarajat yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi esa $7,000 aytilish narxi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyati. Keyingi texnikamiz ham yana bir samosval zil 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu texnikani samosval qilingan, lekin dokumentida Bartovoy hamda dizel motor yozilgan deyapti, lekin solyarkada yuradi deb ma'lumot qoldirishgan. Holat yaxshi, yurib turgan mashina, ramalari butun, narxi $3,500 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyati. Navbatda esa KAMAZ sotlada 1987-yilda ishlab chiqarilgan, ramalari butun, 10 tala baloni Xitoy balondan, holati yaxshi, motorning holati ham yaxshi, yaqinda motor qilingan, vallari ham yaxshi, mashina ishga tayyor, xarajati yo'q. Narxi $12,000 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir KAMAZ sotlada 2005-yilda ishlab chiqarilgan, zavodskoy samosval deyapti, kamchilik yo'q, reduktorlari yaxshi, balonlar 90% atrofida, ramasi esa 2 qavatlik, hamma joyi but-butun deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Farg'ona viloyati, narxi esa $30,000 aytilish kamaytirib beriladi. Demak, navbatda yana bir zil sotlada 1988-yilda ishlab chiqarilgan, metan gazlari ham bor, holat yaxshi, motor, korobka ходовойлari ham zo'r, manzil Samarqand viloyati, narxi esa $80 million aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta, to'liq ma'lumotlarni bilish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan olishingiz mumkin bo'ladi. KAMAZ akalarimiz uchun navbatda yana bir KAMAZ sotlada 1989-yilda ishlab chiqarilgan, metan gazlari bor, holati yaxshi, hujjatlari ham joyida, narxi $13,000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Euro KAMAZ sotlada 2007-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, yurib turgan mashina, 10 tala baloni beskamirlik, holati yaxshi, hech qanday kamchilik yo'q deyishmoqda. Mashina ishga tayyor holatda, hujjatlari joyida. Narxi $26,000 aytilish narxi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir zil 130 samosval texnikamiz 1995-yilda ishlab chiqarilgan, mashina naqadu holatda, olib darhol ishga chiqishingiz mumkin. Mashinaning umuman xarajati yo'q, ishga tayyor holatda deyishmoqda. Demak, ushbu mashinani motor, radiator hamda korobkalari Ural mashinasidan olib qo'yilgan deb ma'lumot qoldirishgan. Mashina ishga tayyor, xarajat yo'q, narxi $7,500 aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan.